Havo ochiq kunlari ko'k qargan vaqtimizda osmonning ko'k rangli ko'rinadiganligini bayqaymiz. Undaqda osmon nima uchun boshqa ranglarda emas, balki ko'k rangli ko'rinadi? Sababiga qiziqamsiz? Qani marhamat, 1 minutda buni bilib oling. Yer sharini qaplab turgan atmosferada 78% azot, 21% oksigen va qolgan 1% de boshqa az uchraydigan gazlar shundaqla suv horlari mavjud. Bulardan boshqa yana atmosferada chang to'zon, gul changlari qatorliq ushshaq zarrachalarmi bo'ladi. Yoruqliq atmosferaga kirib sunishdan ilgari oq ranglik bo'lib, biz Hasan Husanda ko'zdalaydigan ranglarni o'z ichiga olgan bo'ladi. Osmonning ko'k rangda bo'lishining asosliq sababi reli chechilishi degan hodisa sababidan yuz berdi. Quyoshdan kelgan yoruqliq atmosferaga kirgandan keyin atmosferadagi zarrachalarga so'qilib, atrofga chechilib ketadi. Fizikshunos Lord Rayleigh to'lqin uzunligi qisqa bo'lgan yoruqliqning to'lqin uzunligi uzun bo'lgan yoruqliqqa qaraganda ko'proq chechilishga uchraydiganligini bayqagan. O'xshamaydigan rangdagi yoruqliqning to'lqin uzunligi farqli bo'lganligi uchun chechilish darajasi o'xshash bo'lmaydi. Eng ko'p chechilishga uchraydigan yoruqliq dastasi to'lqin uzunligi qisqa bo'lgan so'sin rang bilan ko'k rang bo'lib, quyoshdan kelgan yoruqliqlarning ichida so'sin rang ko'k rangga qaraganda oz bo'lg'achqa, hamma tarafga chechilib ketgan ko'k rang sababli osmon bizga ko'k rangda ko'rinadi.